Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsani video qilish niyatim yo'q edi. Buni o'zim uchun tajriba qilib ko'rgan edim. Natijasiga ishonmadim, lekin natijasi zo'r bo'lgandan keyin endi sizlarga ham ko'rsatgim kelib qoldi. Chunki aniq bu narsa kimgadir kerak bo'ladi. O'zi bu aglonema bizda oldingi yil to'lib turardi, lekin kuzda buni bo'lib yarmini boshqa to'yiga o'tkazganimizdan keyin shunaqa seriyroq bo'lib qoldi, xunukroq bo'lib qoldi. Va shu yili bahor boshida, martning boshida aglonema poyasiga sitokinina pasta surib, shox kurtelarini uyg'otmoqchi bo'ldim, ya'ni shoxlatmoqchi bo'ldim. Bizda bu yerda ikkita aglonema bor, mana ikkita ko'rib turibsizlar. Bittasiga surdim, bittasiga surmadim. Va bir oyga bormay shu surganim poyasidan 3 ta shox kurta chiqishni boshladi. Hozir men sizlarga hammasini ko'rsataman. Va do'stlar, albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga oxirida sitokinina pastani to'g'ri ishlatishni tushuntirib beraman. Chunki buni ko'pchilik juda ham noto'g'ri ishlatadi. Sitokinina pastani ko'p ishlatish mumkin emas. Bu garmon. Buni bir marta surish kerak, ingichka qilib surish kerak va natija berishini kutish kerak. Har doim suravermanglar. Videoni oxirida tushuntirib beraman. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'layotgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalimizga ham obuna bo'linglar. O'zi sitokinina pasta bu har xil o'simliklarni xulab yotgan shox kurtelarini uyg'otadigan stimulyator, ya'ni shoxlatadigan stimulyator. Men buni juda ko'p xonagullarda sinab ko'rganman va misol uchun orxideya, kitayska roza, ficus elastica, ficus benjamin, zamyakulkisda bu juda ham zo'r natija bergan. Lekin aglonemada men hech sinab ko'rmaganman va internetda ham bu haqida ma'lumot topolmadim. Shunda o'zim tavakkal qilib ko'rdim, natijasi juda ham zo'r bo'ldi. Hozir men sizlarga buni ko'rsataman. Do'stlar, ko'rsatish qulay bo'lishi uchun aglonemani vaqtincha skotchlab qo'ydik. Bunga ahamiyat bermaysizlar, bo'lmasam baglari tushib ko'rsatishga xalaqit qilyapti. Mana bu yerda bizda ikkita aglonema bor. Bunisiga biz sitokinina pasta surmaganmiz. Bunisiga bo'lsa yil boshida, o'sha mart oyini boshida, hali 40 kun ham bo'lmadi, poyalariga sitokinina pastani nomiga surib chiqqanmiz. Va bu poyada bizda 3 ta shox kurta uyg'onishi boshlagan. Hozir men sizlarga har bittasini ko'rsataman. Birinchisi mana eng tagida, bunisi birinchi bo'lib uyg'ongan, ancha katta bo'lib qolgan. Ikkinchisi ham mana endi chiqishni boshlayapti. Mana bunisi ko'rib turibsizlar. Mana bu ham ancha katta bo'lib qolgan va uchinchisi endi yorib chiqyapti. Mana uchinchisi. Yaxshilab ahamiyat bersanglar, ko'rsanglar ham bo'ladi. Bunisi bo'lsa mana sitokinina pasta surmaganimiz bo'lsa, top-toza turibdi. Hech qanaqa shox kurtelari yo'q. Endi do'stlar, videoning oxirida men sizlarga sitokinina pastani to'g'ri ishlatish va o'zi bunaqa shoxlatish nimaga kerakligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Do'stlar, hozirgina ko'rib qoldim, 4-shox kurta ham uyg'ongan ekan. Bu tuproq tagidagi shu ildizga yaqin poyadan chiqqan. Mana ko'rib turibsizlar, bunisi ancha katta ekan. Balkim tagida 5-chi, 6-chi, 7-chi shoxlar ham chiqayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunaqa shoxlar misol uchun tagidagi darhol ko'rinmaydi, ozgincha kattaroq bo'lgandan keyin ko'rinadi. Bu ham albatta sitokinina pastani foydasi bo'lishi mumkin. Chunki sizlar sitokinina pastani surganingizda ayni surgan joydan chiqish shart emas, o'zi o'simlikka umumiy ta'sir qiladi. Va do'stlar, shuni ham alohida aytib qo'yishim kerak, bu sitokinina pastani reklamasi emas. Sizlar buni xohlagan joydan, xohlagan firmanikini olsanglar bo'ladi. Misol uchun agrodo'kon, gul bozor, gul do'konlarda hamma yoqda sotiladi. O'zi buni xohlasanglar ishlatinglar, xohlasanglar ishlatmanglar. Bu hech qanaqa reklama emas. Bu sizlarga oddiy taklif. Shu masalaga faqatgina natijasini ko'rsataman. Biz sitokinina pasta sotmaymiz. Do'stlar, endi shu joyni yaxshilab eshitib olasizlar. Bu juda ham muhim. O'zi ko'pchilik shu joyda xatoga yo'l qo'yar ekan. Sitokinina pastani ochganingizda ichida mana shunaqa tubik chiqadi va sitokinina pastani o'zi mana shunaqa ichida krem shaklda bo'ladi. Buni ochib, o'sha o'simlikni shox chiqadigan joyiga qatdan shox chiqarmoqchi bo'lsanglar, nomiga ingichka qilib buni surib chiqasizlar. Juda ham ko'p surish shart emas va keyin natijasini kutasizlar. Do'stlar, sitokinina pasta bu garmon. Buni o'simlikka ko'p ishlatib bo'lmaydi. Agar ko'p ishlatsanglar, o'simlik juda ham tez qarib ketadi. Bir marta ishlatsanglar hech qanaqa zarari yo'q, ko'p ishlatsanglar juda ham zarar. O'sha aytganimdek, buni ochib, o'sha kerakli joyga nomiga ingichka qilib surib qo'yasizlar va natijani kutasizlar. 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi jarayon ketgan, faqat o'sha shox kurta yorilib o'sib chiqishi uchun ancha vaqt kerak bo'lishi mumkin. Bir xil gullar kamroq vaqt ketadi, bir xil gullar ko'proq. Ozgincha sabr qilinglar. Men buni nimaga aytayapman? Chunki bir xil juda ham ko'p ishlatar ekan. Bir haftadan keyin natija bo'lmadim, yana surar ekan, yana surar ekan, yana surar ekan. Bunaqa qilib sizlar o'simlikni qaritib olasizlar. Do'stlar, bu juda ham muhim narsa. O'zi agar bu mavzu sizlarga qiziq bo'lsa, shu videoni izohida mavzu qiziq deb yozinglar. Men qanaqadir kattaroq fikusim yoki kattaroq Diefenbach'ni olib kelib, men sizlarga buni ishlatishni va natijasini albatta ko'rsatib beraman. Menga qiyin emas, faqat to'g'ri ishlatsanglar bo'ldi.
Endi videoning oxirida aglanemani bunaqa shoxlatish nimaga kerakligini tushuntirib beraman. Buni foydasi juda ham ko'p. Birinchi men sizlarga har doimdek maslahat bermoqchiman. Do'stlar, albatta xona gullari uchun Pyotr Plexanov universal tuprog'ini ishlatinglar. O'zim 2 yildan beri ishlataman. Shu 10 litr tuproqni sizlar uzun marketdan 50 ming so'mga olsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r, barakali tuproq. Aglanemamiz ham shu tuproqda o'tiribdi. Men sizlarga oldingi yil ko'rsatdim, qanaqa ekkanimizni, qanaqa ko'chirganimizni. Xuddi shu tuproqga ekkanmiz. Albatta bunaqa natijali bo'lishi uchun tuproq ham zo'r bo'lishi kerak. Do'stlar, o'zi bizning Telegram kanalimizga yoki Pyotr Plexanov o'zining Telegram kanali bor. Men shu videoni birinchi izohida qoldiraman. Albatta kiringlar. Hozir yangi narsalar ham chiqyapti. O'sha misol uchun sizlar oziqa so'rayotgandinglar 320, 318, 1340, 13 qatdan olsangiz bo'ladi deb. Mana Pyotr Plexanov shularni ham ishlab chiqarishni boshlayaptilar. 50 gram, 100 gram, 200 gram hammasi bor. Kanalga kirsanglar o'zi yaqinda e'lon bo'ladi va juda ham boshida narxlari zo'r bo'ladi. Endi do'stlar, men sizlarga bu nimaga kerakligini tushuntirib beraman. Birinchidan men qilishimdan maqsad, men buni shoxlatib o'stirmoqchi edim. O'zim hech aglanemani shoxlab o'sganini ko'rmaganman va buni natijasi qanaqa bo'lishini hali bilmayman. Menimcha oldidagina olib tashlashim kerak. Bularni alohida qilaman. Bunisini bo'lsa shoxlatishga harakat qilib ko'raman. Qanaqa chiqadi o'zi? Shoxlasa chiroyli bo'ladimi? Agar misol uchun shoxlagandan keyin yoqmasa, bu shoxlaganlarni kesib, yangi o'simlik qilishim mumkin. Tegidan chiqayotgan bo'lsa, o'zi ildizi paydo bo'ladi. Bularni keyin ko'chirib olsam bo'ladi. Poyasida chiqqanlarni bo'lsa, agar yoqmaydigan bo'lsa, keyin kesib, bularni yangi o'simlik, yangi qalamcha qolsam bo'ladi. Lekin menimcha o'zi shoxlab juda ham chiroyli bo'lsa kerak, lekin men hech shoxlagan aglanemani ko'rmaganman. Endi mana xudo xolisa ko'raman va sizlarga ham albatta buni ko'rsatib boraman. Qanaqa o'syapti, qanaqa rivojlanyapti, qanaqa o'zi shoxlar ekan. Do'stlar, mana sizlarga shuni tushuntirib bermoqchi edim, ko'rsatib bermoqchi edim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa men sizlarga titakinov pastani boshqa o'simliklarda ham ishlatishni ko'rsatib beraman. Faqat izohda mavzu qiziq deb yozsanglar bo'ldi.